Novza metro 3 xona, 4 xona qilingan 2-etaj Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni obzor qilamiz qani ketdik. Kirush prixoshkamiz, uyimizning hamma xonalari alohida. Bolalar yotoqxonasini ko'rdinglar. Umumiy maydoni 72 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona tomonda ham o'zini balkonlariga ega. Garderob nishkaflarini ko'rdinglar. Aytib o'tganimdek, uyimiz 4 qavatli domni 2-qavatida joylashgan. Shundoqqina yo'lli yuzida sport tovar chorrahada. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini aytib o'taman. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismiga ko'zinglar tushadi. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 2 ga 6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar did bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz g'ishtli domdan iborat. Novza metroga 5 daqiqalik yo'l. Uyimiz narxini $107,500 so'rovimiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamimni qoldirdim.